3D grafik ishlatishga MacBook tavsiya qilishdi. Zo'r olmanmi? Qara YouTube ko'rishga ROG Strix oldim. Yaxshi olmanmi? Ko'pchilik shunaqa xato notebook tanlab puliga kuyib qolyapti. Assalomu alaykum hammaga. Yildan yilga notebook tanlash qiyinlashib ketyapti. Modellar juda ham ko'p, narxlar har xil. Gaming notebook olaymi, office notebook olaymi deb ikkilanib qolamiz. Bitta notebook olsangiz, u ko'p yilga yetib berishi kerak. U telefonga o'xshab har yili almashtira olmaysiz uni. Shunga biz sizlarga oson bo'lish uchun qaysi sohaga, kimga mos keladi, hammasini bugungi videoda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. O'zi ko'pchilik notebook tanlayotganda aynan shunaqa xatolarni qilishadi. Hamma ham bu narsalarni e'turmaydi. Shuning uchun videoga like bosib, ko'proq odam ko'rish uchun do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Ko'pchilik qiladigan xatolardan bittasi bu notebookni avlodiga qaramaslik. Misol uchun Core i5 yoki Ryzen protsessorli notebook tanlayotganda qanchalik notebooklarning avlodi yuqori bo'lsa, shuncha uzoq vaqtga xizmat qilib beradi. Eng kamida 12-avlod olinglar yoki Ryzen protsessor bo'lsa 7000 seriyani olsanglar bo'ladi. Ya'ni e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan jihatlardan bittasi bu protsessorning oxirgidagi harfi bo'ladi. U, H yoki P protsessor bo'lishi mumkin. Aynan U protsessori zaryadi uzoqroqga yetib beradi. O'shanga yarasha u og'ir ishlarni qilib bera olmaydi. Kuchli programmalarga mo'ljallanmagan. Agar H protsessor olsanglar zaryadi kamroqga yetib beradi, lekin juda ham og'ir, kuchli programmalarni bemalol bajarib bera oladi. P protsessor bo'lsa, bu universal hisoblanadi. Zaryadi ham o'rtacha vaqtga yetib beradi. Og'ir ishlarga mo'ljallangan AutoCAD va shunga o'xshash dizaynerskiy yo'nalishga ishlatadigan programmalarni bemalol bajara olasizlar. Ekran ham muhim rol o'ynaydi. Agar ishinglar ranglar bilan bo'lsa, OLED ekranli notebook olinglar. Sababi ranglarni tiniq, sochini qilib ko'rsatib beradi. Agar ranglar bilan ishlamasanglar, sizlarga oddiy IPS ekran ham bo'laveradi. Standart hisoblanadi. Lekin TN matritsali notebook olishdan uzoqroq yuringlar, sababi bu eng sifatsiz ekran hisoblanadi. Yana keyingi ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa bu gaming notebooklar tanlayotganda uni video kartasiga e'tibor berishimiz kerak. Uni kuchidan maksimal foydalanish uchun eng kamida RTX 3050 tanlashimiz kerak bo'ladi. Va ekran gertsi ham eng kamida 144 Hz bo'lishi kerak. Agar FPS qancha yuqori bo'lsa ham uni farqiga bormay qolasizlar. Eng muhim narsa nima soha uchun tanlayotganinglarni bilib olinglar. Endi notebooklarni birin-ketin ko'rib chiqamiz. Bu xarid qilishingizga maslahat beriladigan eng arzon model. Bundan ham arzon notebooklar bor. Misol uchun HP Athlon bor. Lekin uzoqroq xizmat qilishini xohlasanglar, aynan ushbu model maslahat beriladi. Bu oddiy ishlovchi mo'ljallangan, oson ofis ishlari, o'qishda, ishda ishlatish uchun ideal notebook. Bu notebookimizni xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, Core i3 13-avlodli model. Oxirgi avlodlardan biri. Parametri 8 GB tezkor xotiraga ega, 512 GB joyi bor, pamyati. Ekrani katta ekranlardan biri, standart 15.6 dyum Full HD IPS, muhimi tiniq matritsali. Klaviaturasi ham qulay podsvetkali qilib chiqarilgan. Endi kimgadir ruscha harf kerak bo'lsa, bemalol gravirovka qilib olsanglar bo'ladi. Alohida bo'sh joylari tashab ketilgan. Hozirda bu notebookimizning narxi $339. Buni aktual narxini bilmoqchi bo'lsanglar, Texnochain.uz sayti orqali bilib olsanglar bo'ladi. Yo'da barcha modellarga obzorlari bilan chiqarib berilgan. O'sha yerda o'zidan zakaz qilsanglar, sizlarga bepulga yetkazib berishadi. Aytib o'tib ketganimdek, bu oddiyroq ishlarga mo'ljallangan, studentlarga, talabalarga, ayniqsa IELTS ga tayyorlanayotganlarga qimmat bo'lmagan yaxshi model. Bu modelimiz o'qish va ish uchun eng ideal tanlov. Buxgalter va IT sohasidagi keyinchalik og'irroq ishlarni bajaradigan talabalar uchun bu eng mos keladigan variant. Bu puliga nisbatan eng zo'r modelimiz, sababi protsessori Ryzen 7. Shu aytib o'tganimdek 7000 seriyali eng oxirgi pokoleniyalardan. Operativkasi naqd 16 GB hisoblanadi. Doimiy xotirasi bo'lsa 512 talik. Ekraniga keladigan bo'lsa, shunaqa tiniq Full HD IPS ekranli 15.6 dyum. Eng qulayligi bu klaviaturasida buni ham podsvetkasi bor, yonib turadi. Ham buni отпечаткasi bor. Notebooklarning xavfsizligini ta'minlash uchun kerak bo'ladigan narsa отпечаткasi bor. Kamerasini ham fizически ochib yopsanglar bo'ladi, bekitib qo'ysanglar bo'ladi. O'zi usti alyumin korpusli, temir, plastmassa joylari ham bor. Narxiga stoyt mashina olsanglar. Bu brend ancha sifatli, o'zi HP ni biladiganlar biladi, ancha uzoqga xizmat qilib beradi.
Bu videodan maqsad aynan shu notebookni yoki mana shu brendni olinglar deyish emas, sizlarning sohangizga mos bo'lgan parametrlarni ko'rsatib berish. Endi 360 gradusga aylanadigan notebooklar haqida gaplashamiz. O'sha legendarniy modelimiz trendda bo'layotgan HP brendiga tegishli Omnibook modeli. Ichidan shunaqa dokumentlar chiqadi. Bu notebookimiz ixcham, yengil bo'lib, yengilmas standart og'irlikka ega, 14 dyuymli. Bu o'zi buni ortiqcha maqtashga hojat yo'q. Bu model oddiyroq ishlarga mo'ljallangan. O'qishda, ishda, ofisda buni mazza qilib ishlatasiz. Agar yo'q, menga yana ham og'irroq ishlarni qila oladigan notebook ko'rsating desangiz, sizlarga boshqa modellarni tavsiya qilamiz. Endi bu modelimiz og'irroq ishlarni qilishga mo'ljallangan. Asus'dan ExpertBook. Birinchidan, buni parametri kuchli ishlarga moslangan. Protsessori ham Core i7, 13-avlod, operativkasi bo'lsa 16 GB, doimiy xotirasi 512 GB lik SSD dan iborat. Shu bemalol dizaynerskiy yo'nalishga ishlatsanglar bo'ladi. O'zidan hattoki shu sensor uchun mo'ljallangan ruchkasi ham chiqadi. Aynan 360 gradusga aylantirib dizaynerskiy ishlarni bajarsanglar bo'ladi. Ikkinchidan, buning ichidan o'zini maxsus Asus brendiga tegishli mishkasi hamda shunaqa sumkasi chiqadi. Shuni bitta xarid qilasizlar, hammasi shu korobkaning ichida Asusga tegishli bo'ladi. Hech qanaqa ovoragarchilik, ortiqcha xarajatlar qilmasdan bittada olib ketasizlar. Yuqorida aytib o'tilgan barcha modellarni Technochain.uz sayti orqali xarid qilsanglar bo'ladi. Aynan o'sha yerda barcha aktual narxlar yozilgan. Bizaga eng ko'p beriladigan savollardan bittasi bu dasturlashga qanaqa notebook olsam bo'ladi. Sizlarga hozir o'sha ThinkBook modelini obzor qilib beraman. Aynan mana shu model shu kitobida yozilishi bo'yicha dasturlashga kerak bo'ladigan barcha parametrlari bor. Protsessori ham полноценный H protsessor hisoblanadi. Operativkasi ham 16 GB lik DDR5 katta skorsga ega bo'lgan operativniy pamyat. Ko'rib turganinglardek kompaktniy katta ekranli bo'ladi. 16 dyuym Full HD IPS tiniq matritsali. Kerakli bo'ladigan barcha qulayliklarga ega. Misol uchun, klaviaturasida искусственный intellekt garachi knopkasi bor, podsvetkasi ham bor. Angliskiy, russkiy harf tayyor yozilgan zavod tomonidan. Type-C dan zaryad oladi, ham zaryad beradi. O'zini power bank qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Face ID ga ega kuchli modellardan biri. Sizlar aytishingiz mumkin, aytishniklar aytsa bo'ladi. Igrovoy notebook olganim yaxshi-ku deb. Lekin igrovoy notebook og'ir bo'ladi. Bunaqa yengil, ixcham, chiroyli ko'rinishga ega bo'lmaydi, ham zaryadi uncha uzoqga yetib bera olmaydi. Bu H protsessor bo'lgani bilan igrovoy notebookga qaraganda ancha ko'proq yetib beradi zaryadi. Agar montaj qilaman desanglar, unda igrovoy notebook olishingiz kerak bo'ladi. IT sohasiga desanglar, bu eng ideal tanlov, sabab parametri aynan o'shanga moslangan, narxi ham o'zi ham unaqa qimmat emas. Endi gaming notebooklarga keladigan bo'lsak, ko'pchilik bolasiga aynan gaming notebook olib bergisi kelmaydi, sababi aynan o'sha notebookni o'yin uchun deb o'ylashadi. Men hozir sizlarga tushuntiraman, nimaga gaming notebook olishingiz kerakligini bu videoni ota-onalarga jo'natib qo'yinglar. Gaming notebooklarga qo'yiladigan ekranlar birinchidan eng sifatli bo'ladi, eng arzonida ham 144 Hz ekran bo'ladi. Ko'zni charchatib qo'ymaydigan yaxshi ekranlardan biri. Buni gaming notebooklarni sovutish tizimida ham ikkitadan kulyor bo'ladi. Bu uzoq vaqtga xizmat qilishini ta'minlab beradi, yaxshi sovutadi. Gaming notebookimiz bu hamma ishlarga tushib ketaveradi. Xohlagan yo'nalish, xohlagan turga mansub bo'lgan programmalarni bemalol ishlatib keta olasizlar. Agar ko'tarib yurmayman desanglar, bitta joyda o'tirib ishlayman desanglar, bu ideal tanlov. Hech ikkilanmasdan gaming notebook olish kerak bo'ladi. Agar oddiy ishlar qilaman desanglar, oddiy ofisga yoki shu olib yurib, ko'tarib yurib ishlataman desanglar, unda arzonroq model olishingiz to'g'ri keladi. Gaming notebook olishingiz shart emas. Endi qanaqa gaming notebook xarid qilishim kerak desangiz, yo'q, budjetingizga qarab, qancha narxi ko'tarilgan sari notebook sifati ham shuncha oshib boraveradi. Endi men hozir eng minimum parametrni aytib beraman. Undan kamini olishni maslahat bermayman. Core i5 yangi avlodini olishingiz kerak. Notebook o'zini kuchaytirsa bo'ladigan variantini olinglar. Operativka SSDlarni alishtirsa bo'lishi kerak. Shunaqa joylari bor bo'lsa, o'shani xarid qilinglar. Video kartasiga keladigan bo'lsa, eng kamida 3050 oladigan bo'lsanglar, uni mazza qilib ishlata olasizlar. 4050 olsanglar, bu o'rtacha ko'rsatkichdagi parametr hisoblanadi. Agar video kartasi 4050 bo'lgan variantini olsanglar,
Bu hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Hech qanaqa sohada, hech qaysi programmada qiynalmasdan ishlata olasizlar. Ya'ni ko'pchilikni qiynaydigan narsa shuni gaming notebook olganda Ryzen protsessorli olaymi yoki Intel protsessorlimi deb tanlab yurishadi. Buni farqi yo'q. Yuqorida aytib o'tganimdek, buni parametrga qaraysizlar. Ya'ni protsessor avlodiga hamda oxirgi harfiga qarab olishinglar kerak bo'ladi. Bu Intel protsessor ham, Ryzen protsessor ham shu aynan o'sha harflari, o'sha ko'rsatkichlari rezultat chiqarib beradi. Qanaqa model xarid qilishinglardan qat'iy nazar, shu yuqorida aytib o'tib ketgan parametrlarga qarab olsanglar, yutasizlar. Uni modeli ahamiyatga ega emas. U HP Victus bo'ladi, Asus TUF Gaming yoki MSI bu oddiy brend nomlari hisoblanadi. Aynan bizadan, Technochain'dan notebook xarid qiladigan bo'lsanglar, o'sha sizlarga kerakli bo'lgan bazaviy programmalarni yozib, 1 yillik garantiyasi bilan qilib beramiz. Va nihoyat ultrabooklarga ham yetib keldik. Bu modelimiz Asus'dan ZenBook. Bu kimlar uchun mos? Bu o'sha business class hisoblanadi. Barcha ofis ishlari va barcha o'qishdagi, ishdagi og'ir programmalarni bajara oladigan faqat elitniy varianti. Business class. Oldimizga ko'p klientlar keladi, MacBook xarid qilib bo'lgan bo'ladi, lekin ishlata olmayapman deb o'rniga shu alternativ ko'rsating deb kelishadi. Aynan mana shu ZenBook'ni ko'rsatamiz, sababi bu Windows operatsion sistemida ishlaydi. 90% odam mana shu operatsion sistemani ishlatadi. Aynan shuni xarid qilsanglar, MacBook bilan bir xil kuchga ega, bir xil sifatga ega, zaryadkasi ham qolishmaydigan, ko'p vaqtga yetib beradigan modelimiz ZenBook hisoblanadi. Buni zaryadi kamida 12 soat, 15 soatlik yetib beradi. Juda yengil model. MacBookga o'xshab bitta qo'lda ochiladigan. Mana shu modelimizda MacBookda yo'q bo'lgan narsa bu numpad hisoblanadi. O'sha jihati bor. Touchpadida maxsus knopkasi bor, bossanglar yonadi. Raqamlarni bemalol terib, numpad sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Yana qanaqadir savolinglar bo'lsa, izohlarga yozib qoldiringlar, javob berib yuboramiz. Agar notebook xarid qilmoqchi bo'lsanglar, sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Agar saytimizdan buyurtma bersanglar, O'zbekiston bo'ylab bepulga yetkazib beramiz. Agar shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.